Denovni eshitgan muvaffaqiyat. Denovda eshitgansiz. Assalomu alaykum aziz vohaliklar. Bugun Samarqand Registon maydonidamiz. Bu yerda Surxondaryoning qaysi tumanlari eng mashhurligini bilib olamiz hozir. Ketdik. Boysini eshitgansiz. Eng mashhur tumanlarimizdan o'zi Boysini. Borib ko'z topasizmi? Surxondaryoni qaysi tumanlarini eshitgansiz? Sangardak sharsharazi. Qayerlik o'zingiz? Navoiy. Surxondaryoni tumanlarini ko'pchilik bilar ekan, asosan Oltinsoy, Denov, Qurg'on. Endi esga tushyapti. Endi esga tushyapti-a ularni. Uzun, o'zi Surxondaryoliksiz bor. To'shini Surxondaryoliksiz. Samarqandliksizlar-a? Surxondaryoning qaysi tumanlarini eshitgansiz? Denovni eshitgan muvaffaqiyat. Denovda eshitgansiz. Boysini ham eshitgansiz. To'shini. Eshitganman. Boysin, eng mashhur tumanlarimiz. Gap yo'q, rahmat. Boringlar, mehmon qilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xayrlisiz? Surxondaryolik. Yo'qmay, o'zi Surxondaryo butun O'zbekiston bosib olyapti. Nechta tuman bor? 13 ta. Gap yo'q, hammasini bilasiz ekan-a o'zi. Bilaman. Qoyilman. Surxonliklar bir profilga like bosib, podpiska bosib. Rahmat. Surxondaryo viloyatining 13 ta tumanidan qaysi birini nomini eshitganmisiz? Hech qaysini. Mana qizlar olib qo'ygan shu qizlar biladi. Точно biladi mana shu. Oling bularni. Mana Surxondaryo qizlar. Biz davom etamiz. Xo'p, vohaliklar, podpiska esdan chiqmasin podpiska. Samarqand portlatyapmiz.